Assalomu alaykum barchaga. Katta odam kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Ark Survival Ascended qolgan joyimizda 14-bo'limda davom etamiz. Umid qilamanki, kayfiyatlaring yaxshidir. Kunlaring chiroyli o'tayotgandir. Rosa shu yerda qolgan edik. Argent Davislarimizni ochirgan edik. Argent uchishi boshqacha bo'lib qopti. Bunaqa uchmas edi. Men burilishlari ajoyib. Arkga обновление keldi-da, cho'ta bir nimalar o'zgaribdi-da. Men aniq nimaligini sezmayapman, lekin nimalardir aniq o'zgargan. Hop, bizni demak tuxum tug'ayotgan nimalarimiz mana bular. Ular yana darishda davom etyapti. O'tgan safar yaxshi maslahat beribsizlar, tuxum yig'adiganda boshqa joyga qo'ying debsiz. O, rosa ham kattada tuxum yig'adigan nimasi, range. Xatga qo'ydik, balki kichiraytirsa bo'lardi, shuni hal qilaylikmi? Bugungi reja o'rtoqlar T-Rex o'rgatish, kollektor, mana. Balki u eshikni chekkasiga qo'yib kelar, mana. Biz tuxumlarni olib qo'ymaslik kerak-da, bundoq qilib. Iloji boricha chekkaga, mastga. Qani, range, show range. Bo'ldimi? So'z bo'ldi. U yoqda olmayapti. Mashitda olar ekan. Zo'r bo'ldi. Buni tuxumini yig'averadi, yengil. Qani? Ketdi. Tushirib qo'yamiz. Bo'ldi, tuxumni yig'aversin. Bugun T-Rex o'rgatamiz o'rtoqlar, chunki T-Rex bizga boshqa hayvonlarimizni levelini ko'tarish uchun kerak bo'ladi. Tuxumlarini ochirib turib, bollarini yedirsak, mana bu hayvonlarimizga leveli tez ko'tariladi. O T-Rex mana bu tarafda juda ham ko'p edi. Hozir yana borib ko'ramiz. Sizlarda bo'lsa o'tgan bo'lib qanaqa qilib T-Rex topishdi ko'rsatgandim. Hozir qani juda ham kam arjimizda nimasi. Joni o'ta kam. O'laksaga boraylik. Voy, mana qarang, nima oil bug qani? Yaxshi. To'g'ri. Mana bu healing bo'lyapti. Bo'ldi. Tepada mana bu yerda. Healing bo'lyapti. Jonimizni to'ldira olmasak, nimalar bilan urushib bo'lmaydi. T-Rexlar bilan. Demak, hozir birinchi qiladigan ishimiz Argent Davisimizni sal kuchaytirib olish. Qani olg'a domboq. Xo'p, soat necha? Soat 1:30. Yana o'ldiraylik nimadir yengilroq. Siz bilan urushmaydigan buglarda. Buglar sal ko'tarilamiz. Raptorlarga tishlatish niyat yo'q. 1000 dan o'tdi. O'zi 3000 jonimiz bor ekan. Ehtiyot bo'lish kerak. 3000 jon juda ham kam o'zi aslida, shundoq ham kam. Men bug'dan o'ldirsak. Qani 1300 shu yo'l-yo'lakay sekin bug'lar o'ldirib yeb ketaveramiz. Argent Davisda shunaqa xususiyat bo'ladi. 20 sekund davomida o'laksa yegandan keyin 20 sekund davomida jon to'playdi. Qani yangilab oldik. Sekin uchaveramiz boshqa qarab. Parazavr yuribdi. Parazavr ham oson yem. Jerbova yuribdi. Aslida bitta jerbova o'rgatib olishimiz kerak o'zimizga. Bu xaritani yedinli hayvonlardan bittasi. Qochib ketishim kerak. Ketdi. Yani T-Rex tarafga qarab uchaveramiz. Juda ham chiroyli xarita. Menga yoqadi. Bundan chiroyli xaritalar bor albatta, lekin maxsus nima desa bo'ladi, boshqacha xaritalardan bittasi. Nima deysiz o'g'lim? Qani nechta level bor? 2000 dan o'tdi joni yaxshi. Yana nima ursa bo'ladi? Yengilroq, osonroq o'yladiganlardan. Ikkita yaxshi T-Rex chiqsa zo'r bo'lardi. Lebeli baland T-Rex. Pastda nimalardir yuribdi yana.
Hop 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 hop. Urushmaymiz. Torny Dragon 80 bolasi bor, erkak. Yana bitta bolasi bor, urg'ochi. Yo'lbars yuribdi. Ular jonimizni yeydi. Argentevsimizni sal kuchaytirishimiz kerak ekan. Ishlar tashlab ko'raylikmi? Yo'lbarsni ko'tarib solaylikmi? 25 ekan ataga. 2 marta, 3 marta urganda o'ladi. Urdik, qani, qoch endi. Ana ham bolalarni himoya qiladi-da. Men ikkala bolasini o'rgatib olmoqchi edim. Nimasi uchun? Kaytin keratin uchun. Kaytin keratin, lekin nimadan ham chiqyapti-ku? Mantisdan. Jon bor. Kimgash? Menimcha onasini o'ldiramiz. Onasini qani joni nechta? 1100. 1100 bolalari. Bitta bolasini rangi rosa chiroyli ekan. Qani bu yoqqa kelchi. Kela qol. Hech kim yo'qmi? Siraz bolalarni jili. Ana buni ham voy chiroyligini qarang buni. Mutatsiya bo'lgan ekanda. 3 boss. 330 ta qarang, bittasidan 330 ta. Yig'ib tashlaymiz. Shundan bolalarini olib tursak ham. Shundan qilib bolalarini terisini ishlatib tursak ham. Hop, 2,5 ming, 7 ta ochkomiz bor. Nimaga beraylik? Menimcha shu jonga berish kerak birinchi o'rinda. To'g'rimi? Hech bo'lmasa bir 5000 jonimiz bo'lsin. Zarba albatta. Ketdi. Yana kimga tashlasak bo'ladi. Mana yana Torny Dragon. Torny Dragonlar menimcha eng yaxshi variantlardan bittasi. Voy, qoch terror qushlari qulayapti. Ikkita ekan. Ikkitasi qattiq urpayapti bizni. Ehtiyot bo'lish kerak ozgina. Megateri o'zi poylab yurish kerak. Bu ham yaxshi variant. Hayvonda bosslar bilan urushadigan yaxshi variant Megateri. Yana qo'rqinch ko'ryapman. Wow, Golumbek. Onda qoching, qoch. Sal aylanibroq qoch, chunki tosh otadi. 27 ga 65 level. Extraordinary Cable yer ekan. Zo'ra buni uxlatish kerak. Mana shunaqa golum o'rgatamiz. Inshaalloh hali golum o'rgatamiz. Qani, kecha to'rt taroqatingni bir ko'rib qo'y. Mana qarang. Aha. Golum. Zo'ra, shi. Zo'r hayvon. Mana ko'zlarini qarang. Yonib turibdi. Mana rasmga oling. Yo'q, unaqa narsa kerak emas bizga. Window arc bo'ldi. Shunaqa golumlarni bu PvP da rosa kerak bo'ladi-da. PvP o'ynaganingizda birovlar uyga olib boraverasiz, yengil, uncha-muncha turretlarda ham zarbalarni ko'tarib beradi. Hop. Qani, menimcha T-Rexlarga tasha oladigan darajadamiz. Yana ozgina to'ldirsak yaxshi bo'lar jonimizni. Chiya bo'ladi. Chiyalar nima gap? Arjini burilishini o'zgartirishdi. Bu chiya bo'lib tashlayapti menga. Arjini burilishi o'zgargan, aniq. Yaxshiroq buriladigan qilishgan. Qarang. Bunaqa yaxshi burilmas edi-da. 12 ta ochkomiz bor, zo'r-a. 3,5 ming. Hop, zarba, menimcha zarbani kuchaytiraveraylik. Jonimiz 5000 ga chiqsin oldin. Keyin jonga ham beraveramiz, nimalar ochkolardi. Bu burgutimiz o'ta kuchli burgut. Ana buni kuchaytirishga arziydigan burgut. Hop, T-Rex ko'ryapman. 100. Ketdi o'ldiramiz. Kakras joni yarim ekan.
Joni kamayapti. Nima bilan urushyapti? Nima bilan urushyapsan sen? Nima bor bu yerda? Terror qushlarni qarang. Soplashishyapti. Mayli, uraveringlar, oxirini men olaman. Qani? Voy ablah, terror qushlarni o'ldirib, nimasini yegandan keyin joni to'lib qoldi. Qani, bu yoqqa ketchi, birga bir tashlab ko'raychi. 310 uryapmanmi? Normal-ya, 310. Davay. Bugun T-Rex ov bo'larkan-da. Tushib ketib qolyapti. Yurgan nima? Qo'nmasa yaxshi urmas ekan Argentinus. Havoda yaxshi ekan. Yana nimadir yedi-da, joni to'ldi. Sen cheat ishlatyapsan. Yaxshi, qani. Necha ochko? 4 ochko. Bo'laveradi. Zarbasiga ber. 19 ta ochko berdim zarbasiga. Qani, oddiy detallarim zo'r nima qilib turadi. O'yinga bir zavq qo'shib turadi. Necha ochko nimaga berganingizni ko'rsangiz bo'ladi. Qani vaqtaki seni ham to'laksa bormadi, uni ham yeb oldik. Nariroqqa boramiz. Yana bitta Rex o'lishi kerak shu yerlarda. T-Rex. Tyrannosaurus Rex. Sal nariroqqa boramiz. Mana chiqdi. 60. Yo'q, 60 bo'lmaydi-da. Sal nimagadir o'tgan safar ham где-то 15 minutcha vaqtimni sarflaganman shu yerda. Eng yuqorisi 115midi? Shunaqa. Hayvonlarda harakatlanishida sal farq bor. Bu obnovleniya nimanidir o'zgartiribdi. Men o'qib chiqaman shekilli. Nimadir o'zgartirgan bu obnovleniya. Yana 3 ochko. Zarbaga beraveramizmi? Menimcha beraveramiz. Yaxshi ketyapti. Zarbasi bir 500 uradigan Argentinus bo'lsa, voобще ketdi. Nariroqqa boramiz. Yana birorta T-Rex chiqqan bo'lish kerak. Kimdir yeyapti. Chiroyli joylar. Baza qurishga chiroyli joylar mabitlar. Birinchi o'ynaganlarimni eslayman. Birinchi marta o'ynaganmanmida yo undan keyinmidi mana shu yerga baza qurganman. Mashitga baza qurganman. Tekis joyda suvni oldi, o'zimga ham yoqqan mashitga baza qurganman. Chiroyli ekan, hali ham chiroyli. Hali hamon yodimda. Hop. Bo'ri 45 level. Davay T-Rex. Tony Dragon o'ldiramiz. 105 yomon emas. Yo'lbars yuribdi aytdi. Yo'lbarsda leveli pas ekan. Baqaka 10-level ekan. Chayonlar. Mayli, tashladik. Davraga tushdik, o'yinimiz oxirigacha. Sabr bilan. Cherbuva men yonimdan o'tib ketdi. Menga hujum qiladimi deb o'ylabman. Xo'p, yana bitta chayon bor. Zarbaga beraylik. Yana bitta chayon bor. Mana shunday. Sekin ataylab bitta yeyapman, joni to'lsin deb. 5000. O'sha 4,5 Menimcha shu ikkala o'lik bilan joni to'ladi. Ona tipda chayon yuribdi yana bitta. To'ladi menimcha shu bilan. Hop, qani biz o'zimiz maqsadga qaytamiz. Davay bitta T-Rex. Chiqmadimi? Nahotki sal tevroqdan uchaylik. Mana yuribdi. 40. Zachем ha? Menga 145, 150 beringlar.
399 uryapmiz. Deyarli 400 uryapmiz. Bu yaxshi degani. Hop, zarbaga yana 500 qilib olsam, menimcha 500 yaxshi raqam bo'ladi. Uncha T-Rex yoradi. O'zi aslida ajdarholarda nimasiga bormoqchi edim? Iniga, lekin atga kuchayib borish kerak-ku. Ikkita T-Rexmi? 125 narigisi yomon emas. 125 lekin past bo'lish. 410 bo'lyapti. Voy, bilyard, sol. Sqirt narsa. Vash ichi qora hayvonda mana shu. O'zsanga nima? Men hayvonimning ustida yursam, kelib boshimga urib tushirib oldi. O 125 lekin nima qilmaydi. Xullas, ajdarholar iniga kirmoqchi edim, lekin iniga kirish uchun kuchliroq bo'lish kerak-da. Sal ular bilan tashlashga oladigan hayvon kerak. Argentevisimiz nihoyatda kuchsiz. Bolasi ham bor ekan buni. Bolasiga qo'shib o'ldiramiz. Voy, bu bo'rilar ichida qoldi. Bo'rilar ham uribdi. Qiz oldingmi? Menimcha. Wow, bo'rilar qarang. Bulardan olamiz iloji yo'q. Ikkitami, uchtami? Bo'rini bolasi yutdi. Yashil. Bakkachi, nechinchi levelsan? Atak qiziqqanim ham yo'q, seni o'rgatishga. Jon akam mayli o'ldirib qo'yamiz. Chiroyli ekan lekin. Rex'ni bolachasini o'ldiraylik. U ham Rex kodi bilan yashaydi baribir. O'ldirmasa boshqa Rex spawn bo'lmasligi mumkin. Jiyanim uzr. Sen eng kuchli Rex emassan, shuning uchun bu hayotda faqat eng kuchlilar oyoqda qoladi. 11 ta level, zo'rmi? Qani, urib ko'raylikchi, 4 ta ochko'ja. Hamma ochkoni ham sarflamaylik zarbaga. Jonimiz sal ko'proq bo'lishi kerak. Hatto bu Argentevisimizni yuk tashiydigan arjay qilishimiz shart emas shu. Qani, 488. Voy, yana ozgina. Kelajak endi nechta uryapmiz? Kelajak yerlar. 340. 3 urganda boshqacha uradi kerak. 508 bo'ldi. Bo'ldi, endi jonni ko'paytiramiz. Chunki endi jonni ko'paytirmasak bo'lmaydi, yarashmaydi. Joni ko'p arji bo'lish kerak-da. Ajdarholar olov purkaydi, zahar purkaydi, anaqa hatto lightning deydimi? Chaqmoq purkaydigani ham bor. O'shancha kaltakdan sog' chiqadigan bitta yaxshi kuchli bo'lish kerak. Men ozgina yuramiz, chetlarda chiqqan bo'lish kerak. Demak, qo'nib urishsa Argentevisda zarbasi kam. Qarang. Havoda urishsa kuchliroq. Chiqmabdi shekilli bu yoqda. Mana. 105. Nimaga? Sal kuchliroq Rex beringlar menga. Yana jonga beraveramiz. 7000 o'tdi. 10000 menimcha zo'r jon bo'ladi. 10000. Baribir qolgan ochkolarni zarbaga beraveraman. 10000 menimcha yaxshi jon Argentevis uchun. Mana bu hayvon 35. 3ga Rex o'ldiraylik. Uni ham o'ldirmoqchi edim, qo'yaver. Kuchimizni Rexga, kuchimizni vaqtimizni Rex o'ldirishga. 145. Yes. Ana endi buni o'rgatsa bo'ladi. Ana endi mana bularni tozalaymizmi? Tornado Dragon. Ana endi bitta yuqori levelli erkak. Bu yaxshi, 145. 145 yaxshi. Keling lozim, menga xalaqit berasizlar, sizlardan ketdinglar batdan. Kesallardan kel. Sen ham kel jiyanim.
Hop, menda savol bor. Oldin T-Rexni oyog'ida ham ulatib qo'yaverardim-da. Aslida qobiliyatim hali ham ishlaymikan, ha? Hop, 5 ta bossin, ha. Hop, qushimizni passivga qo'ysak. Tugdi. Yaxshi, 1000. 14000 deydimi? Oh my god, sal uzoqroq. Mashitni o'zida o'rgatib qo'yaman menimcha. Qani, meni ko'ryapsan? Kela qol, do'mboq. Yana bitta uraman. Qoch. Qoch. 3000 o'tkazib qo'ydim. Pashta 15000 ekan torpori. Bu chicha ko'p degan. Men ham kalta yedim, ha, qo'shilib hozir. Kalta yedim, lekin yaxshi uryapman. Bitta urganda bir 700-800 uryapti. Sal beriroqqa qo'naylik, sal nariroqqa qo'naylik. Mana ishlarga qo'naylik. Ha. Kela qol. Yaxshi. 6000 urib qo'ydik. T-Rex ozgina qo'pol hayvon, lekin aniq obnovleniya nimanidir o'zgartirib to'xtali. Harakatlanishlari boshqacha. Bu turib oladi, mayli, ko'proq urib. Qoch endi. Sal nariroqqa boramiz, kelaver. Hozir birozdan keyin qochishni boshlaydi, unda quvlashimiz kerak bo'ladi. Qo'n. Kelyapti. Yana bitta. Qoch. 3. 9000 urdik. 9000 urdik, bu yaxshi. Hozir qochishni boshlaydi menimcha, hech qancha o'tmaydi. 10000 qochishni boshladingmi ukam? Yo'q. Hop. Qani? Kela qol. Qochmayaptimi? Yo'q, qochmaydigan qilib qo'yishdim endi. Kayf oshganda qochishni boshladi. To'g'ri, hayvonlar menimcha qochishni boshladi. Yo'q, qochishni boshladi. Endi manikisan. Qizil drop ko'rdim. Ketidan so. Davay. Kallasiga. Voy, nima edi u? Ilonmi? Canım. Davay, mashlarda uxlay iltimos. Davay, yo'l bersam kelyapti meni oldimga. Davay endi. Voy, kaltaga yapman. Uxlading. Bo'ldi, uxladi. Go. Hech qanday nimadir urib qo'ymasin. Kim ketib olsam bo'ldi. Ozgina sarguzash bo'lib ketdi bu yog'i. Davay. Bitta tozalab olsam, ha, kellaring. Qani, ha. Yo'q. Uryapti 500. Qo'nganda ham uryapti, qani. Ilon yurdi mashlarda. Iltimos. Meni T-Rex'imni urib qo'ymanglar. Vaqti qattiq xafa bo'laman. O'razlab olaman lekin. Ilon qani? Mana. Yo'qotaveraylik, u xalaqit beradi bizga. Kebaqqa. Yaxshi. Ochkomiz bor, bitta. Yonga 7600 bo'ldi. Wow. Salqinga uxlab olgani qarang. Ataylab shakkaga uxlaganga o'xshab qoldi. Qattiq uxlayapti. Hatto o'g'ri qush yuribdi. O'g'ri hayvon yuribdi. O'g'ri hayvon. Ishqilib hech narsani zo'g'irlab qo'ymadimi? Вообще ko'p ekan bulardan. Yaxshi. Ataylab nima qilib turibman, ozgina qorni ham ochiq olsin. Yana bitta o'g'ri hayvon ko'rganday bo'ldim. Mana. Yaxshi. Tak, yana bitta level 8000, 2000 qoldi inshaalloh.
Go'ng qo'ng'iz. Oldin ko'p kerak bo'lardi. Hozir mod qo'shganim uchun kerak emas. Atak o'zini o'ynasangiz ham mazada. Hamma yo'q bor arkda ham. Sal qiynalasiz, resurs yig'ish ko'p bo'lgan, lekin yaxshi. Qizil drop bor, qizil dropga borib kelsak ham bo'ladi. Hop, ochqadingmi nima yeysan? Raw mutton, raw prime meat 4 ta yer ekan prime meatdan. Agar go'sht bo'lsa, anaqa go'sht bo'lsa, qo'ydi go'shti bo'lsa 2 ta yer ekan. Afsuski qo'yimiz yo'qda, qo'y go'shti uyda. Borib kelaymi? Unchalik farqi yo'q. Davay. O, yaxshi, yana bitta. Hop, ochkosini 34 tasini ovqatga bergan ekan, molga o'xshab. Yana nima? 27 tasini jonga bergan. Boshqa ma'lumot ko'rsatmayaptimi? Zarbasini yo'q, men ko'rmayapmanmi? Bunday qilib ko'rib qo'ysa bo'ladimi? Zarbasini 20 tasini nimaga bergan? 34 tasini ovqatga, miyangga sani. Inshaalloh o'zgarib qoladi. Xo'p, menimcha bunga birov tegmaydi. Biz yana ovimizni davom ettiraveramiz. Erkak chiqquncha. Sal nariroqqa borib ko'raylik, Muhammadga. Chiqqan bo'lish kerak, yangi T-Rexlar. Yaxshi jang bo'ldi. Yom uxlatib qo'ydik. Yuribdi bitta ko'ryapman. 10. Kel bakka turq soğuk T-Rex ekansan. 3 ta zarba. 3 ta zarba. Yana bir marta yedi, yana 2 marta yedi. Nimadir urib qo'ymasa bo'ldi. Samaradorligi 99.5 yaxshi. Yana bitta T-Rex chiqdi. 70 erkak. Atak chicha level past bo'lsa ham hech narsa qilmaydi erkagini. Bu yana bitta Rex yuribdi. Hatta 75. 75, 30. 3 ta Rex olib ketdim bir daniga. Lekin bunchalik past bo'lmaydi to'g'risi. Rexmi yo bolalarimi bu? 30 20 75 3 ta Rex. Bitta joyda 4 ta Rex hatto. Qo'y, ke. $8,900 jon. Mana bu hayvon vashshe qiziqib turdim. Fasalosukkus. O'rgatamiz, zo'r hayvon. T-Rexlarni yo'qotaylik. Keljan. Cheat qildi, jonini to'ldirib oldi. Ne imеет значения? Yana bitta yedi T-Rex bizniki. Samaradorligi yaxshi, 99%da. Fasalosukkus 45-level. 9300 oz qoldi, yana ikkita. Yana bitta T-Rex chiqdi. Вообще ko'p chiqyapti. 55. O'ldiraverasiz chiqaveradi.
9700. Voy, bitta T-Rex yuribdi. Iltimos, meni T-Reximga tepib qo'yma. 20 ataga. Bo'ri T-Rex bilan tashashar ekan. Bo'ri T-Rex bilan tashashar ekan, qarang. Xo'p, jon 10.000 bo'ldi. Yaxshi, qolganini zarbaga beraveramiz. Vazn ham unchalik vahimali narsa emas. Zarba. Ozgina vaznga bersak bo'ladi. Xo'p, Qizildirobga borib kelaylikmi? Ketdik. Zo'rnasi chiqib qolishi mumkin. Kelgunimizcha T-Reximiz o'rgangan bo'ladi. Va Qizildirob o'chdi. Qaytamiz. Hafsalampir bo'ldi. O naqdan bor ekani, mayli, ke bugun T-Rex o'rgatyapmiz. Qizildirob bo'lmadi. Tugab qoldi. Vaqti tugab qoldi. O birinchi bo'lib Reximizni olaylik, hozir urushadi u boshqa narsalar bilan. O yana bitta Rex chiqdi. 95 urg'ochi kerak emas. Bizda Rex oldiga kelyapti. Zarbasi yaxshi bo'ldimi, ha? 38 jon, ovqat 45 bo'lib ketibdi. Mol. Rangi chiroyli ekan lekin. Zarba 36. Nima desa bo'ladi? Mayli, bo'laveradi. Normalniy tepasi xullas. Normalniydan yaxshiroq. Yaxshi, eng zo'r emas, lekin yaxshi. Hop, kecha baqa necha level edi? 95 kerak emas. Bizkini rangi chiroyli ekan, tepasida fioletoviy emas bor ekan, chizig'i bor ekan, zo'r ekan. 65 urg'ochi bo'lmaydi. Yuzni tepasida erkak bo'lsa o'rgatib yuborardi, to'g'risi. Ikkalasini bir ochirib ko'raman. Qanaqa chiqadi levellar? Oh my god, o'rtoqlar, 150 erkak. 140 ham bor ekan. Men nimanidir noto'g'ri ko'rdimmi? Nimani 150 ko'rdimmi? 140 ham bo'laveradi. Hop, 23 level. Kim meni nima urdi? Bo'ri bor ekan bitta. Urib qo'ymaylik adashib. Nariga 105 urg'ochi. Men 150 nima ko'rdim? O, mana bu T-Rexni endi qatdan qanaqa qilib ursam ekan, ha? Mapga qo'nsam kelarmikan? O'zim qo'nsam bo'ladimi? Bo'lar ekan. Qani mana shu yerdan urib yuborsam bo'ladimi? Snayper bo'lib ketamanmi? Urishyapti u. Yo'q, bu yerdan urib bo'lmaydi. Ketdik, короче, yaqinroq borib olavering. Men 150 ko'rmadimmi? Kecha boshlab kelaveraylikchi. Kecha jim. Ha, kecha, kelaver. Kecha matka. Kel. Kel. Qani? Aksiga qamab olsam ham bo'lar ekan. Sizlar hozir tushib ketib qolaman, bundoq qilsam. Bo'lmadi, o'rnashmadi matka. Mapga qo'nsamchi. Ketib qoldimi? Urdim. Qaytib keladi.
Urushyapti nimadir bilan. Urdim. O yana urdim. Urganda ham kallasiga qo'yapman. Endi bu qorniga. Yana urdim yana. Qochaver endi. Yaxshi, bir turib. Yana turib olaman. Temay qoldi menimcha. Ke. Ha, pastga tushiraman seni. Endi o'zim tepaga chiqaman. Naq qiyloqsa bo'ladi. Salpal bo'lar ekan. Yaxshi. Unchalik emas bo'lar ekan, lekin necha bo'ldi? 7. 14,5 ka. Buni ham to'g'ri bo'layapman emas. Albatta 145 bilan ozgina farqi bor. Sal kuchsizroq, sal salabiyroq. Yet. Nagli tegish kerak edi bu. Keling yana. Kelaver. Ke baqqa. Qani ke baqqa. Beni ko'rmayapsan. Qochib yubordi. Yo'q, boramiz. Boshqa narsalar bilan urishadi shu. Qochyaptimi o'zi? Yo'q, bunaqa oson qochish mumkin emas. Aytdim-ku. Ko'p. Yaxshi. Yana bitta kallangni bo'laman. Yaxshi. Sen bu kirib yuraver, u maqtanib. Kela qol. Tushib ketdi. Matga qo'namiz. Sразу. Yaxshi. Yaxshi. Qoch, уже qochyapti. Endi meniksin. Iva, o'qim qolmadi. Voy galvars. No. Rostdan. U ashi qaramabman. To'rpori qanaqa tushyapti? 11.8. Voy. Ya menimcha ketdim. Go, uyga. Go, Rex, 100-level. O, ketdi, go, uyga. Sразу. Olib kelmasak bo'lmaydi. Nima bo'lsa bo'ldi, endi o'qsiz barib hech narsa qilib bo'lmaydi-ku. Mana uyimizga yetib keldik, ish qilib. Bo'lsin-da narkotika. Narkotik bormikan? O, bor ekan 120 ta. Arrow 60 ta craftla. Go. O, tiyali yetib kelib qoldik. Qanaqadir bo'ron boshlanish arafasida menimcha boshlandi ham. Oh my god, yaxshi. Elektrik bo'roni ekan. Elektrik narsalar ishlamay qoladi. Qani biz T-Rex'imizni topaylikchi, ish qilib topaylik-da. 100-level yuribdi. O, bu shatlada bo'lish kerak. 45 yuribdi bitta. Ha, mana bizniki 11.1. Bo'ldi. Canım. Nereye gitti T-Rex kili? Oh my god, o'ldirmasa bo'lmaydi uni. Tozalamasa bo'lmaydi. Bir marta urib olmadingda. Kel baqqa. Sol kallasiga. Uch. Bu o'zimiznikini qo'yaylik, ovora bo'lmaylik qarach. Qani, qayerga qochib ketdi? Mana bu tarafga qochib ketdi. Ha. Sen ushayman ukam. To'rpor tushib ketib qolmabdi, eng muhimi. Bu tashamaydi, bu aqlli qilib qo'yganman men buni. Va ko'zidan kela qol, ha.
Kela qol. Chatam yaxshi joy lekin uxlash uchun. Tegmayapti-da. Davay, davay, uxlading sen. Bo'ldi, uxlading sen. Yes. Men qushim olib kelib olmasam bo'lmaydi. Qani, bir tozalaylik. Bir tozalab qo'yaylik chiroyli qilib. 68 ta qarang, Argentevis bilan Kaytin keratin olyapmiz. Arra bilan 300 nechta ham olyapti. Xo'p, bo'ldimi? Bu 4 der ekan bu ham. Mana shu son go'shtidan 4 der ekan. Tashlab qo'yaylik. Mana. Tezlash uka. Mabrex'ni o'qotib kelaylik, 100-level ishimizga yaramaydi baribir. Bir 105 urg'ochi, uni ham yo'qotamiz. 2 ta levelimiz bor, zarbaga. Zarba. Menimcha bosh kiyimim sindi yo'q. Burgutlar yomonda qarang, bosh kiyimda mana bosh kiyim sindirib qo'yishadi. Chatoq. Bitta edi hayvonimiz. Yana 4 ta, yana 3 ta. Menimcha aylanib turaveramiz. Balki 150-level Rex chiqib qolar. Oh my god, o'rtoqlar menimcha effektivness tushib ketibdimi? Yo'q, 100% turibdi ekan. Ha, qo'rqib ketdim men. Bo'ldi, 100% turibdi ekan. Men nimadir bo'ldi, nimadir ishlab qo'ydi deb o'ylabman. Mana shu poylab turaveraylik. Effektivness, samaradorligi tushib ketmasin. Level kam qo'shilib qoladi unda. Mana hozir ko'ryapsizmi? 100% timing effectiveness. Plus 69 level. Shuni urib qo'ysak ortiqcha yo kimdandir kalta yeb qo'ysa boshqacha shu tushib ketib qoladi. 69 emas, boshqa ochko, kamroq ochko beradi. Mana shu poylaymiz. Bo'ldi. Yana 2 martami edi. Bitta label bor, zarbaga beryapmiz. Yaxshi. Normal, menimcha yaxshi bo'lim bo'ldi. Hali endi o'rgatganimiz yo'q oxirigacha, lekin yaxshi bo'lim bo'ldi. Mana endi buni bolalarni ko'paytiramiz-da, mana shular boss uradiganlar bo'ladi. Qumlarni ko'paytiramiz bulardan chiqarib. Boshqa hayvonlarning levelini ko'taramiz. O'zi harakat qilib, bossga harakat qilinaveradi. Menimcha bir yana 10 ta bo'limda ichida bemalol bossga borib o'qib kelamiz. 10 ta balki agar sekin bilyard qo'rqib ketdim mana u hayvondan. Sekin o'ynab bormasa bir 5 ta balki 5 ta bo'limda 5 ta bo'limdan keyin borsa kerak, taxmin. Davay. Pashti bo'lib qolgandir, ha? Bu yoqda 92% ko'rsatyapti-da. Nimaga? Yo'q, 92% o'rgandi. Yana 8 qoldi. Effektivness 100 qo'yil. Effektivness 99 bo'lib qolardi odatda. Nimaga 100? Qiziq savol. Tak, 140 bo'lsa 140 levelda yarimi 70 ta 69 qo'shib beryapti. Bitta level yo'q bo'lib ketyapti. Bir dona level hech narsa qilmaydi. 69 qo'shib beryapti. Bo'la qol endi. Bitta tishlasang bo'ldi. Bitta tishlasang bo'ldi. Uyga borib ko'paytirib yuboramiz-da. Keyingi bo'limda ko'paytirsam kerak, chunki men hozir ishga shoshyapman. Davay, hech bo'lmasa o'rgatib uyga borib qo'y. Ikkalasini ko'paytirib bolalar urchitib tashlaymiz. Davay. Bo'la qol. Sen menikisan. Hoppa, yes, ajoyib. Zo'r. Chiroyli ranglar, yaxshi. O'yin saqlanib, save game.
Go, uyga uchamiz, ha? Uyga go. Hop, mana o'rtoqlar yetib keldik. Mana Yahyojon qarang, ikkita T-Rex o'rgatib keldim, ko'rasizmi? Mana bittasi. Qarang, purple bor ekan, purple bor. Oh my god, ikkita T-Rex. Ikkita T-Rex. Keling mana ko'rsataman. Oh. Mana qarang, boshida T-Rex ikkita nimasi bor ekan. Boshida mana purple chizig'i bor ekan, juda chiroyli. Bunisi ham yomon emas. Ana bularni endi ko'paytiramiz-da. O'rtoqlar, keyingi bo'limda olsa qiladigan ishimiz ko'p. Hayya aka paya. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, kunlar yaxshi o'tsin. Bye.